Hurmatli obunachilar, men kecha Instagramga, YouTube'ga xalqimizga haqiqatni gapiraylik deb men chiqish qilgan edim. Ancha nimalar odamlar ko'rishibdi, layklar bosibdi, kommentariyalar bosibdi. Mingga yaqin bo'lib ketibdi kechadan beri. Prosmotru va shu ko'p bo'lib ketibdi. Ana shunda men haqiqatni gapiraylik xalqimizga deb aytib chiqdim. U hali qo'ylarni yeyishi, qo'ylar boqish to'g'risida. Menda 89 ta arashan va voha qo'chqorlari bor. U odamda 80 ta bor ekan. 1 kilodan yem yeyapti deyapti. Bu noto'g'ri, xalqimizni aldamaylik. Meniki hozir 90 kilo bo'lib qoldi. 90 kilodan oshiqlari bor. Ular 2 kilo yem bersam ham alim sinmayapti, yana deyapti deb aytdim men. Shunga juda ko'plab kommentariyalar yozishibdi, layklar bosibdi. Kommentariyada so'rashibdi. Men endi 20 yil tovuq boqqanman. Ulardan xabarim bor. Protein donlarda qancha? Proteini ko'p u arzon yem qaysi degan savollarni yozishibdi. Men shularga tez javob berib o'taman. Protein bu oqsil bu semirtiradi. Makkada ham protein bor, ham energiya bor. Protein 11 Makkada. Bug'doyda 11. Lekin bitta narsani bilinglar, Qozog'istonning bug'doyida protein ko'proq. Bizi mesniy bug'doyga nisbatan. Xo'sh, endi pista kunjarada 30 bo'ladi. 30. Paxta kunjarada 33 zavodnikida. Soya kunjarada Argentinanikida 43 gacha bo'ladi. Soya kunjarani ko'proq nimalarga beradi? Parandalarga beradiki, parandalar uni nima qiladi? Semiradi, librolarga beradi, tuxum tug'adi. Men u haqda yana boshqa video qilaman. Vaqtim oz qolyapti, 3 minutda vaqtimiz bor edi. Mana shunaqa. Lekin pista kunjarani men 2600 dan oldim, joyiga borib ko'rdim uni pista kunjara. To'g'ri kelganini mana pista kunjara moncha ekan deb olmanglar. Po'chog'ini mana shunday siqib turiblar. Mana pista kunjaraga o'xshatib beryapti. Yo'q, men joyiga borib ko'rib, olib unga qo'shilayotgan narsalarni ko'rdim. 2600 dan oldim. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar joyini aytarman. Lekin ko'rib 2600 dan oldim. Protein haqiqat ko'p. Mana shunaqa. Yana savollar bo'lsa beraverasizlar. Men tovuq boqish haqida ham men bir chiqish qilaman. Bedana boqish haqida ham meni kuzatib boringlar YouTube'da, Instagramda. Rahmat, sog' bo'linglar. Like bosinglar, kommentariy yozinglar, podpiska bo'linglar. Rahmat.